sizlar bilan dahshatli jamiyatimizda eng salbiy mavzulardan biri haqida gaplashamiz. Namangan viloyatining Chust tumanida tungi klublar faoliyati sezilarli darajada ortib bormoqda. Ko'plab yoshlar ushbu maskanlarda dam olish uchun to'planadi, lekin afsuski ularning ba'zilari egri yo'ldagi faoliyat bilan shug'ullanmoqda. Spirtli ichimliklar, tartibsizlik, janjallar va boshqa salbiy holatlar kundalik holga aylanib bormoqda. Namangan viloyat hamda tuman ichki ishlar bo'limi xodimlari va tegishli mas'ullar esa haligacha jim. Xuddi Chust tumanida umuman muammolar yo'qdek go'yo. Aspek 24 ga kelib tushgan ma'lumotlarga qaraganda, aka-uka shovvozlarga tegishli bo'lgan 3-4 ta klub mavjud. Aynan shu klublarda 200 dan ortiq har xil viloyatlardan kelgan, hech qanday tibbiy tekshiruvdan o'tmagan qizlar faoliyat yuritib, erkaklarni ko'nglini olib kelmoqda. To'g'ri, davlat rahbari tomonidan 24 soatlik dam olish maskanlari tashkil qilishga ruxsat berilgan, ammo tungi klublarda erkaklarni ko'nglini olish va boshqa noqonuniy harakat qonun ham, jamiyat ham ruxsat bermaydi. Chust tumanida-chi, tegishli idora xodimlariga shunday tungi klublar yoqadimi? Yoki Chust tumani ichki ishlar bo'limi ham shu tungi klublarga borib kayf qiladimi? Nega ichki ishlar boshqarmasi hozirgacha ushbu tungi klublar faoliyatini tekshirib chiqib, qonuniy baho bermaydi? Yoki ushbu tungi klublar ortida kattakon amaldorlar turibdimi? O'zbekiston yoshlari uchun tungi klub kerakmi? Fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring. Aspek 24 tungi klublar faoliyatini yoritishda davom etadi.